أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Ne buldu bu? Ne olsa? Neymiş olmaydı bu? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Bizdeki hazırki başlayılan kitap Şerhu Kitabı İsa Hoci degan bir kitap var. Yani İsa Hoci degan kitapniki şerhisi, u kitapniki ismi Kale Ekul deb nim olgan namchi og'ay. Xalq o'ttirsida Qori Aqul deydi. Qori Aqul degan gap Isa G'oji degan kitobniki nimasi matni, ya'ni qisqa, nihoyatda qisqa bir kitobniki nimasi sharisi. Endi Isa G'ojini biz bir qancha yil burun o'qib bo'lgandik. Hozir yana uniki sharisi bo'lgan Isa G'ojini o'qimoqchi. Unda bo'lgan İsa Hoca metni oldu, onunki şerhisi Kâle Akul oldu, Kâle Akul'u başlayınız. Ondan varken bu kitap nimi mezmunda? Mentık ilmi mezmununda. Mentık ilmi degen logika dep Uygurca'da. Şu başka tilden tercüme kılıp Uygurluğun kelimesiga muş ilim üstüdü toxtuludu. Endi bu İsa Hoca degan kitapni yazgan adam Esiruddinil Eberi degan bir adam var. Böyle Esiruddinil Eberi de O'rta Osiyoda, ya'ni şu Buxara tarafdan şahada tug'ilgan, tarihi hijratniki 663 yili vafot bo'lgan, ammo tug'ilgan vaqtdagi nimasi aniq nimasi shu yo'q. Men shu davrimizda, ya'ni bundan ya'ni 800 yil burun tug'ilgan bir adam. Şu adam yani İsa Hoci deb bir mantiq ilmi to'g'riliq bir kitap yazib, bu kitapniki ismini İsa Hoci deb nima qilgan, uni qo'ygan. Endi bu İsa Hoci degan bu kitapniki o'zini biz endi bu kitapniki o'zini hozir İsa Hoca'nınki üstü to'xtalmoqchi. İsa Hoca'nınki o'zi endi bu yilgi Esiruddin Eberi degan adamniki nimasi bo'lgan, ismi shu bo'lgan. Yani bu adamniki o'zi 663 yili, yani miladiniki 1274 yili tug'ilgan adam ekan. Yani Esiruddin el-Eberi el-Mufazzal ibn Ömer ibn Muzaffar el-Eberi Semerkandi degan mushu nima ekan, Samarqandlik adam ekan. Buniki taxallusi Esiruddin. Dinninki nimasi o? Asri. Yani bütün dinning nimasi adam ko'rildi degan mushu mazmun taxallus etgan. Bu adam mantiqchi adam ekan. Yani logikalik adam ekan. Bu adam uchun mesela ilim, hikmet, tabiiy fan ve asma cisimlerden ibaret olan
muş ilimga meşgul olan bir adamken. Ve bu adamın kitapları hidayetul hikme deb nima qilibdi bir kitobi varken. Undan başqa muhtasarun fi ilmil hay'ah deydigan bir ilmi bir kitobi shuningdek va risalatul usturlab shuningdek tanzilul afkar fi tahdil asrar deydigan va undan boshqa jami daqaiq fi kashfil haqaiq deydigan mushtan nihoyatda jiq kitoblar bor ekan. Bu yerda 8-10 dona. Derayatul eflak, zicül şamil, zicül ihtiyari, andaki zicül eseri deb to'ldirgan men mush kitobni yozgan O'rta Osiyolik Samarqandin nima qilgan Samarqandniki o'zida dunyoga kelgan bir olim ekan. Ya'ni bu tarixiy hijratniki 663 yil. 1200 milodiniki netinisi dunyoga kelgan nima ekan bu odam ekan. Şu adamniki İsa Hoca deb bir kitap yazgan. Nayet 5-6 orak keladi. Bu qisqa, ammo qisqa olsa bu kitobninki xalq o'ttirisida e'tibor elinishi, ulumi aqliy tarafdan nayet bak nima o keng taqalgan. Keng taqilib şu an bu kitobninki o'zini o'qiydigan ham sharhlaydigan odamlar jiqchi ketgan. Shu qatorda biz hozir o'qimoqchi bo'lgan shu shar'iy kitob bo'lgan Qoli aqlni shu o'qiymiz. Bundan boshqa men nima bir qancha shar'iy kitoblar bor. Mughni Tullab, undan boshqa endi bir qancha ism deydi. Men shundoq nimalar bor, kitob ko'p bor. Endi shuni yozgan. Asli bu kitobning o'zi yozilishi mantiq ilmi. Ya'ni falsafa ilminiki muqaddimasi. Falsafa deymiz-ku biz. Falsafa hozir falsafa deb hammadan biladigan şu felsefe ilminiki mukaddimesi olan ilim hikmetniki mukaddimesi. Bu mukaddimesi olup tuncu katım aşını kıska, mezmunu behcik, aşda bir ilimi okuydu, onun da yukarı derecedeki o ilimi okuydu, okugandaki şununla anıdayken bu adamın özü gep kılalaydıgan, gepnin özü doğru kılalaydıgan bir şekilde olurdu. Bu kitabın özü benim mantık ilmiden ibaret olan, muşu ilim için yazılgan. Bu İsa Hoca degan gap. Endi yozilgan bo'lgan ekan, mana bu kitobning o'zi ham ilm mantiq degan nima? Mabani bu kitob yozgan odamning o'zini o'qidik, ham sharhisini uni uzoq qolmay, uni shari kimi qanaqini yozgan, uni ustida to'xtaymiz. Endi ilm mantiq degan har qanday bir ilmniki o'ziniki jazman uniki bir otilg'a bir atalg'usi bor. Ham uniki tadqiq qilgan, gap qilgan bir ob'ekti, ya'ni doirasi bor. Uniki sirtidan qilmaydi, gap qilmaydi, shu to'g'ri gap qiladi. Ham uni o'qishdagi bir g'oya maqsad bor. Shu g'oya maqsad uchun nima qilamiz, uni o'qiymiz. Masalan, ilm sarfi, nahviy ilmi, balog'at ilmi, shuningdek hozir mantiq ilmi, usul din, usul fiqh, usul tafsir deganidek va tafsir ilmi degandek shu ilm o'qiymiz. O'qigan vaqtimizda biz nima uchun o'qiymiz? O'chamizda bizga buniki nimasi bor, uniki, mana uniki o to'g'riliq bir g'oyamiz bor. Shu g'oyaniki o'ziga yetaman deb o'qiymiz. Unda bo'lgan ekan ilm mantiqniki o'zida o'qiydigan maqsadimiz nima? Nima g'oyani o'qish maqsadi qilamiz? Mana bu. Endi ilm mantiq degan, buniki ta'rifi nima? İlim mantiq degan, meni qisqachib aytsak, bir odamniki tafakkur qilib, tafakkurniki o'zini, tafakkur qilishniki o'zini xato ketishda nima qilish, uni saqlab qilish. Ya'ni tadqiq qilish, tafakkur qilish, o'ylanish, izlanishdan iborat bo'lgan. Men mushu narsani aqlni ishlatish orqali vujud kelgan narsa. Men mushu narsa kerakni o'zidan mana biz xato ketmaydi, zehnimiz, yani tushunchamiz xato ketmasin, uningda saqlanib qoldi deb men mushu ilm mantiqniki o'zini mush maqsadda nima qilamiz, uni o'qiymiz. Bu ilm mantiqniki o'zi shu. Ilm mantiq degani nima? Ya'ni bir odamniki o'ziniki, mana ilm mantiq degan o odamniki tafakkur qilsa, mana fikr qilsa, o'ylansa va o'ylash orqali o odam o gapni o'zi ikkinchi bir odam desa, bu jarayonda xato ketmasin, saqlanib qolsin, to'g'rini o'ylab, to'g'rini fikr qilsin degan nima bo'ladi? Ilmchi bo'ladi. Men bu mantiqni shuni o'rgatadi. Ya'ni gapdonlik, ya'ni
Her qanday bir narsa özünü, men o adam özü oynayıp, tefekkür kılıp, onundaki bunu qandaq ifade edişim gerek, nemi deyişim gerek deganligini uqtirdigan nima o? Pen. Nima o pen? Unda olarken bu ilim mantiq degan bu shu. Ammo bu g'oyamiz nima? G'oyamiz endi bu ilim mantiqning o'zi chiqib turdiki, bir adam o'zi fikrda xato ketishni saqlanish uchun ilm mantiqni qilamiz o'qiymiz. Agar ilm mantiqni o'qimagan adam o'zi fikrda, tushunchada ham u odamning tushuncha va fikri xato ketgandan keyin shunlar u odamniki qolgan ishlar hammasi barbod bo'lgan ekan. Agar u narsalarning o'zi to'g'ri bo'lsa, anidan keyin bu nima u uchun to'g'ri fikr chiqib, u odamniki ma'g'an ish izlarining hammasi to'g'ri bo'ladi. Biz mushuning uchun nima qilamiz? Uni ilm mantiqni o'qiymiz. Endi ba'zi ulamolar bu ilm mantiqning o'zini ilmi olat degan. Yani olat sayma ilmi edi. Neymiş bu sayma ilmi deydiyse? Çünkü bu ilm mantiq barliq ilmlarning o'zida bo'ladigan nima o narsa. Her bir ilim, mesela nahvi olsun, sarf olsun, her qanday bir ilmin o'zida bu ilm mantiqning o'zi qandaqki bir odatga o'xshaydi. O odatning o'zi o bo'lmasa o ilimchi o'qilmagan deb her qanday fanninki o'zida mushu ilm mantiqchi bor. Sarfimi bor, nahvidimi bor, hadisimi bor, fiqh ahkam hammasi bor. Mana mushu nima uchun deyotganim o'zi bu nima o? Mana bu ilm mantiq. Şu bo'lmaydigan gap. Buni shunga ba'zi ulamolarimiz ilm mantiq emas, burungi davrimizda katta olimlarning o'zi, masalan, Farabi, Abu Nasr, Farabi degan odamlarning o'zi. Buni nima deb atagan? Uni ilmu odat deb atagan. Bu ilmning paydo bo'lishi asli buningdan 3000 yil burun, 2500 yil burun mushu Yunanistan'daki aşağı o'tgan Aflatun, Aristoteles deganidek men mushunda kishilarniki aşı ijod qilgan ilminiki aşağıda vujudga kelgan. Kelib, andagi bir qancha davr surib ketgan. Undan keyin andagi islom deymiz barliq kelgandan keyin bo'libmi Umaviyyaniki Harun Rashidniki davrida men ulardan uchiqib chiqqandan keyin u yerdagi ilmniki o'zini mushu islom dunyosi ko'plab tarjima qilib, undaki shu ish andan keyin islom dunyosi barliqqa kelgan. Kelgandan keyin bu ilmning o'zini qayar katta olim chiqib islom dinimizning ro'yiga uyg'un emas bo'lgan yana hamma tashlab o'tib ba'zi yerlar foydalab chiqqan. Shundoq bo'lsa-mu, bu ilmning demisi ashundoq bu fikri bir kitob bo'lgandan keyin bu e'tibordan islom diniga kirganda bu burungi fikrning o'zi qilib qolgan bir ish bo'lgan. Buni qarab andiki buning hukmi nima? İlim mantiqni o'qishning hukmi. Shu ba'zi olimlar shu vaqtga o'ziga qarab bu ilmni o'qishning o'zi makruh. Qat'iy o'qisaqchi bo'lmaydi deb qaraqlar. Yeni ba'zilar bu ilmni o'zini o'qish kerak, ammo bak emas, ehtiyoji asosan nima qilishimiz kerak? Buni o'qishimiz kerak deymiz. Chunki ilm mantiq bir odamniki falsafa, dunyo qarashi va u odamniki mushu dunyodagi har bir narsaning ustida fikr qilib shu buncha qarashniki o'zi keltirib chiqardi. Agar u odamniki fikri to'g'ri bo'lmasa, shu fikr qilib uni xulosa chiqaradigan, uniki oldiga kelgan muqaddima deyotgan, mana ash tasavvur va muqaddamat deyotgan, tasdiqot deyotgan narsa to'g'ri olamasa, u joyda u xato narsa qilib qo'ysa, fikrim shundoq kelib, unda xato fikri bo'lib qolgan ekan. Mana mushuni nima qilish uchun, shuning uchun shu ilm mantiqni nima qilamiz, shunga buni uchun o'qiymiz. Mushuni o'qisak, anda gapimiz to'g'ri chiqadi. Ham bir odamdek gapni anglasak, andaki to'g'ri anglab, to'g'ri tahlil qila oladigan, andakin bir gap qilsa bo'libmi musulmonga loyiq, islom diniki o'zini o'qiyotgan ahli ilmi va taliblarga loyiq ishni ko'p gap so'zni qila olamiz. Bo'lmasa shu oyada gap bir odam oyada, mayada gap oyada, hatto ikki odamning o'ziga ikki og'iz gap qila olmagan. Mushundoq, ammo Qur'on hadisni uchun bilgan. Bu endi aslında Kur'an hadisinin özü bu mantıklı bir ihtiyacı yok. Lakin insanlarınki cemiyeti bu felsefe ilminin üzgünün bu kaldı diye mühtaç bu kaldı. Okumaya adet kip kaldı. Hem bu ilmin özü bazı insanlarda tabii işte okuman kip kaldığı bir işler çok var. O kısmen ehvan. Ama İslam dinimizde bunun ilmi muhabe. Çok dinimiz deyimiz. Hem de bu insanların ilminin küpündüsü mu şu nimi bilen buluduğun gel. Ben bu ilimdeki özü mu şu kesip kılış. Neymiş arkalık
ustozning qishga berib kitobni qo'ltiqlab berib bir qancha umr vaqt chiqarish orqali andiki vujudga keladi bu ilmchi shu. Uning uchun biz shu ilm mantiqni ashtanim qilamiz, o'qiymiz. O'qigandan keyin buni bizniki Qur'on va hadisni to'g'ri shaklda tushunib, ham uni o'qimasam tushuna olamiz. Tushuna olamiz. Ammo buni qilib selish, ikkinchi bir odam diqqatini qo'zg'ayolg'idek, odam mana Qur'on hadisni o'qibdi deb ashunda qilolanga shuni muvofiqroq mana ashunda bir holatga tushib kelamiz. Nima qilamiz? Kelamiz. U mana shu kitob yozdi, meni gap qildi, tabliq qildi, bir kitob sharhlaydi, tushuntirdi, uni javob berdi. Mana ba'zi odamlar shundoq nima, bu odam deb anglag'isi keladi. Ba'zi odam ikki og'iz gap bilan nima deganini uqolmay, uni vaqti cho'p yetib ketdi. Biz uning uchun mana Qur'on va hadisga, islom dinimizga xizmat qilamiz deydiganmiz, o'zimizniki bu tarafga bo'lgan kamchilikni o'zini nima qilishimiz kerak, yetishtirishimiz kerak. Endi bu yerda yetishtirishimizda buni o'qiman yetimiz bo'lsa to'g'ri, yetisiz. Yetgan vaqtingizda sizniki endi yüz to'g'ri bo'lmasa, ba'zi vaqtingizda bu qanday qilib xatoga kelib qoladi. Hozir dunyoda falsafa ilmi eng muhim. Shu taraqqiy qiladi. Hozir dunyo qilayotgan mushta har kutub, har fikrni mushta to'g'dirish orqali xato fikrdagi o'zini o'sha insonlarning o'zi yeyib, hattoki adam aqliga eng zid bo'lgan, mana ateist, dinsiz, va undan boshqa shirk deyotgan, va undan boshqa yangi zamonlarning o'zida har xil fikrdagi nimalar bor, insonlar bor. Men mushniki vujud kelish nimada vujud keladi? Chunki uning fikr qilib ashni to'g'ri akiladigan bir xil usuli bor. Yani nima var? Mantiq usuli var, qoidasi var, falsafa usuli. Shuni andikin anlab, tafakkur qilib andik bu odam, men yasagan shu butning uchun meni yaratibdi emas, xudoyimizga emasmi? Undan keyin jo rost degandek, rost xudo yo'q emas, kim ko'ribdi? Unda avvalgi jazman unda narsa xurofiy ekan deb ashning uchun to'g'ri deb, mana umr bo'yi shu uchun xizmat qilib o'tib ketadigan insonlar bor. Bu fikrning o'zini hem muqaddimning o'zini to'g'richi diyamoqlik, hem qilamoqlik. Unda o'valkin bunda bir ishni oldin erish uchun shunday dinsiz va unda boshqa bat mazhablarning e'tiqodi, ko'z qarashniki o'zini musulmonlarniki arz kirishniki oldin erish uchun bizmi ravurs bu ilmni o'qish orqali onadagi bu xizmat dinimizga xizmatchi qilishimiz kerak. Biz buning uchun nima qildik? Bizning buni taqozo qildik. Endi o'qish va ilm mantiqniki meni maqsadichi meni musho. Endi bu kitobni Shariqon Adamning ismi Iso G'ojin Sharisa qala aqul degan bu kitobni Shariqon Adam mana bu Hisomuddin Hasan Koti degan adamki. Bu adamning o'zi mana 760-yili vafot bo'lgan ekan. Ya'ni 760-yil degan gap, ya'ni 680 yoki 90-yil dunyoga kelgan nima ekan? Adamki. Biz men shu kitobni Shariqon Iso G'ojini Shariqon shu Husomiddin degan adamning kitobini nima qilamiz, uni o'qiymiz hozir. Iso G'oji deb nima qilgan? Namchu olgan. Endi bu kitobni Shariqon adam bo'lgan Koti degan adamning sharisi kelsak, men bu adamningki kitobidagi qoli aqlning o'zi Iso G'ojining sharisi bo'lib, endi undan boshqa Miftahul Ulum İmam Sakkaki'ninki Maani ve Bedi devatkan Miftahul Ulum degan kitobni sharh qilgan adamki. Endi bu Hisomuddin Hasan al-Koti degan adamning o'zi bu qoli aqlni sharh qilgan şerinin içindeki en normal, en til asan düşünüş bo'lgan ixcham, men bo'lgan mushtaq bir nima ekan, sharikan. Men bu sharininki o'zi, men bizniki O'rta Osiyo. Mushu Janubiy Osiyo. G'arbiy Osiyo, Sharq Janubiy Osiyoda Hindiston, Pokiston, Afg'oniston, Turkiya, u yerning o'zida bu kitobni o'zi nima qildi, uni asos qilib o'qidi. Bu keng nima qildi bu yerda taqaldı. Ama bununki yeni bir şerisi var. Yılki Muğnetullah diyen. Bu mende o şu Arap dünyasının üzerinde bu nimboğan ken taqalgan kitapның nemesinin oldu, Katar'da çok boğan. Yani demek bu kitaptaki şer'i isminin üzerinde ait cip. O
kitap, bu İsa Hoca'nın kitabını üzitlep, siz bes kıskan. Meni 6-7 əsrdə yoki qo'ldan qo'lga o'qib, necha odamni olim bo'lib, mana mushunda vujud kelgan bir kitobni o'qiyapmiz. Bu o'qishimiz maqsad bu mantiq bo'lgan ekan, bizmi o'zimizni gap qilishni o'ngshab, Qur'on hadis to'g'ri gap qilsa, hani oldirib kalampay gap qilmay, men to'g'ri bir shaklda gap qilishni o'rganish uchun, dinimiz uchun xizmat qilishni imkonini o'qiymiz. Buning uchun bizniki ehtiyojimiz asosan asl bu kitobniki, bu fanning kitobida to'xtamaydi. Eng yuqori xiyoliy. Hatto bu fanning o'zi jik o'qib ketgan vaqti o'zida odamni dinsiz qilib qo'ydi. Shunga hozirgi dunyomizda falsafani jik o'qigan odam dinsiz bo'ladi. Mushu hozirgi dunyodagi universitet ko'pincha falsafa qo'ydi, falsafaniki Aristotelesniki nimasini falsafasini o'qiydi. Falsafa o'qish orqali buning hammasi moddada asoslangan nima o falsafa. Men mushu o'qigan odam ko'pincha kofir bo'lib chiqadi. Murtad. Men bu murtatib chiqdi. Uning uchun biz endi buniki qarshilida normal o'zimizni ehtiyojini qanday bir shaklda o'qib, ya bir kitob uniki qolgan ilmlarning o'ziga buni odat qilsak nima qiladi o bo'ladi endi. Mana bizniki hozirgi bu Qori Aql degan kitob undan boshqa ilm mantiq degan nima İsa Hoca'ya kadar Qori Aql degan meni qandoq meni biz mushniki ustida nima qildik u to'xtardik. U kim o qachon o'tgan to'g'ri ya'ni muqaddimasi ustida to'xtaldik. Shu bilan hozirgi darsimiz hozir meni mushagichlik bo'lsin. Ikkinchi darsimizni rasmiy darsni o'ziga nima qilamiz o'tamiz. Va oxirida ana alhamdulillahi robbil alamin.